Ostonada Qozog'iston Xalqi Assambleyasining 30 yiliga munosabati bilan ko'rgazma ochildi. Unda Prezident markazining arxiv, kutubxona va muzey jamg'armasidagi 100 ga yaqin eksponat namoyish qilindi. Ekspozitsiya 2 bo'limdan iborat. Birinchi Qozog'iston Xalqi Assambleyasining shakllanishi va rivoji borasida hikoya qiladi. Ikkinchisi etnik va umummilliy hamjihatlik haqida. Shuningdek, yubileyga mo'yqalam ustalarining asarlari ham tortiq qilingan. Негізінде бұл іс-шара жылдық күнтізбелігіміздегінің бірі. Bu har yilgi tadbirlarimizdan bittasi. Hozirgi vaqtda Prezident markazida ikkita ko'rgazma tashkil qilingan. Bugun ulardan biri Assambleyaning 30 yilligiga atab ochildi va Qozog'iston Avstriya rassomlari ko'rgazmasi. Қалам өнерінің шеберлерінің көрмесі бұл оқиғаны атап өтуде.